bizda navbatdagisi agar muntazam uchburchakning tomoni 8 ga teng bo'lsa, uning yuzini toping. Yaxshi, mana bu yuzi bizdan so'raladi degan. S barobar so'roq. Qarang. Muntazam deb qo'yilibdi uchburchak. Muntazam uchburchak, ya'ni muntazam uchburchak bu nima degani? Ikkinchi ma'nosi, ya'ni teng tomonli degani. Buni eslab qoling. Teng tomonli yoki bo'lmasa muntazam deb aytadi o'zi shartida. Bu, ya'ni hamma tomoni teng bo'ladi, mana bu uzunliklar. Bunda nima? Ya'ni perimetr topishimiz mumkin. Ya'ni ucha yordamida topiladi. Buni perimetri. Bizdan nima so'ralyapti? Ya'ni yuzasi so'ralyapti. Yuzasini topish uchun bizda formula mavjud. S barobar A ning kvadrati ildiz ostida 3 taqsim demak 4 degan formulasi bor. Ya'ni mana shu formulaga qo'yamiz. Bizda A demak mana bu 8 ga teng ekan. Ya'ni 8 ni kvadrati ildizda 3 taqsim 4. 8 ni kvadrati 64, ildizda 3 taqsim 4 bo'ladigan bo'lsa, 4 bilan 64 ni qisqartiramiz. Natija demak 16 ildiz ostida 3 degan javob chiqadi. E'tibor bering. Bizda 16 ildiz ostida 3 degan javobimiz yo'q mana bu yerda. Demak, 16 ildiz ostida 3 ni quyidagicha ko'rinishda ifodalaymiz. Ya'ni 4 ni 4 ga ko'paytiraman. Bu 16 ga teng bo'ladimi? Ildizda 3 turibdi. Mana bu bitta 4 ni qavs ichkarisiga olib kiraman. Mana bu yerga. Ya'ni qavs ichiga olib kirilganda bu darajasi bo'lib kiradi. Ya'ni quyidagicha 4 bittasi qoladi tashqarida. Keyingisini olib kiradigan bo'lsak, 3 ni ko'paytiramiz, 4 ning darajasi holatida kiradi. Natijada bu 4 demak ildiz osti 3 ni ko'paytir, 4 ni kvadrati 16 degani, to'g'rimi? Demak 4 ildiz ostida 48 degan javob kelar ekan. Bizda 4 ildiz ostida 48 degan javobimiz bor. Ya'ni A javob bo'lyapti ekan bu yerda.